Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar. Xo'p, bugun sizlarga men o'zim haqimda ozroq ma'lumot aytaman va Peter hamda Moskva universitetlari haqida ozroq ma'lumot aytib o'taman. Meni qaysilarini bitirish osonroq va qaysilarini bitirish qiyinroq. Xo'p, meni ko'pchilik tanisa kerak. Men ismim Bahrom, shu firmada ishlayman. 4 yildan beri men o'zim ham shu firma orqali o'qishga kirganman 2021-yil va hozirda 2025-yilga kelib o'sha biz o'qishni tugatyapmiz. O'zim Sankt-Peterburgda shu Temir yo'l universitetida o'qiyman. Xo'p, universitetlarni bizning universitetda преимуществоsi nimada? Именно men o'qiyotgan kafedrada, o'qiyotgan yo'nalishda gos ekzameni yo'q. Bu degani siz 4 yildan keyin o'qishni kelasiz, hech qanaqa davlat imtihon topshirmaysiz. O'qish davomida ozroq qiyinchiliklar bo'ladi, zachot topshirishda, semestr topshirishda, lekin oxirida bu degani siz gos ekzameniga kirasiz degani, bizda shu narsa yo'q kirasiz. Studentlarga nisbatan osonroq qilib qo'yishibdi. Именно temir yo'lda, bitta men fakultetda emas, yana 4-5 ta fakultetlarda bor. Universitetlar juda ko'p, qolgan universitetlarda ham o'qish real, lekin shunaqa yo'nalishlar bor, даже shu Rossiyada turib, o'zini tili bo'lib turib, даже rus studentlari ham bitira olmaydi. Podgotовкаga boradi, boshqa qiladi, lekin bitira olmaydi. Yotib olib o'qish kerak bo'ladi. Men ham aytmayman, bu universitetda yotib olib o'qish kerak emas, o'qish kerak, lekin nisbatan ozroq qanaqadir osonchilik bo'ladi. Chunki gos topshirmaysiz. Gos degani bu дополнительный yana bitta ekzamen topshiradi diplom oldidan. Biz shu universitetga, biz aytgan universitetga kiradigan bo'lsangiz agar, bu yerga prosta o'qishni tugatdingiz, diplomni olib keldingiz, tam norm kontrol degan narsalar bor, o'shandan o'tdingiz va oxirida komissiyada 5 minut, 6 minut o'zingiz diplomingiz haqida gapirib berdingiz va bu diplom olasiz. Biz xudo xolasa keyingi videolarimizda ham shularning hammasini qo'yib boramiz. O'zlaringiz ko'rasizlar qanaqa diplom bo'ladi, qanaqa diplom uchun bo'ladi. O'shaning uchun sizlarga maslahat berardik shu universitetga ko'proq kirishni. Agar o'zlaringiz qanaqadir konkretni universitet tanlamagan bo'lsalaring yoki yo'nalish tanlamagan bo'lsalaring, bizga gapirishlar qilsalaring, biz o'zimiz nisbatan yaxshiroq universitet taklif qilamiz sizlarga. Biz sizlarning yomon bo'lishlarini xohlamaymiz, naborat bizga qancha o'qishni sizlar bitirsalar agar bizga ko'proq yaxshi. Sizlarga ham yaxshi ertaga o'qishni bitirib yaxshi joyda ishlasalar agar. Xo'p, sizlar faqat ekonomika yoki temir yo'l emas, boshqa universitetlarda ham bunaqa narsalar bor. Yuridika bo'lishi mumkin yoki bir boshqa qanaqadir tarixga qiziqishingiz mumkin yoki fizika, ximiya. Bizdan so'rasangiz agar qiziqishingizni, biz sizni qiziqishingizga kelib chiqib, boli osonroq universitetga kirgizamiz. Bu degani diplom O'zbekistonga o'tmaydi emas, diplom hamma Rossiya davlat diplomlari O'zbekistonga o'tadi. Ko'pchilikda shunaqa tushuncha bo'lib qoladi, yaxshi universitet bo'lmasa, tipa nisbatan osonroq universitet bo'lsa, diplom o'tmaydi emas. Yo'q, diplom o'tadi. Prosta bu universitet tomonidan samostoятельно qilib qo'yilgan narsa. Bu narsani universitetda o'zi hal qiladi. Gos ekzamen qo'yadi yoki qo'ymaydi. Mana bizning universitetda mana gos yo'q. Hammalarni kutib qolamiz.